Assalomu alaykum barchaga. Aziz do'stlar, hurmatli kanalim kuzatuvchilari. Aziz do'stlar, bugun biz Qamashi rayoniga kelganmiz, ya'ni Qamashi mol bozoriga. Xudo xolasa hafta kuniga juma 27-fevral sanasi bilan sigir bor, katta mol bor, egalar ruxsat berganlaridan odamga nagli qaramasdan, kameraga olmasdan, negativ ketmasdan to'g'ri ruxsat bersa, xudo xolasa egalari biz qo'ldan kelgancha videoga olib, narx-navo bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Mana hozir bozor chetidamiz. Xudo xolasa o'rtaga kiramiz. Odam juda nima deydi? Yaxshi kirgan bozorga. Aziz do'stlar, sizlar Ulxonbro kanaldasizlar. Sizlar bilan men kanal admin Ulxonman. Videoga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bozor avjida mana. Bir tomonda otlar turibdi, ho'kizlar turibdi. Mana savdo ham bo'lib turibdi mana. Sal biz 1 soatla oldin keldik, qorong'i edi. Mana tong otishi bilan syomkani boshladik. Qani bo'lmasa ketdik. Syomkadamiz. Bismillah boshladik. Shu dastlab ko'rib turgan sigirni narxi nech bo'lak aka? Narxini aytsangiz bo'ldi, boshqa narsa so'ramaymiz. 24 million. Mana shu ko'rib turgan sigirlarning 24 million. Bu bo'ylar kichikroq, narxi pastroq. Xudo xolasa oluvchilar bo'lsa, mana shu Qamashi bozoriga kelsanglar, bemalol kelib olib ketaverasiz. Ba'zi bir chetda yurgan, bilmaydigan, musofirda yurgan do'stlarimiz uchun bu Qashqadaryo viloyati Qamashi rayonida. Bu bozor. Like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aka, sizniki nech pul? 21. Keyingi sigirimiz 21. O nagli kelyapti mana. O, mana bo'lmasa. Ana. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Shu sigir nech pul aka o'tib ketgan? Bilmadik-a. Aka, sizlarki nech pul ekan? Sigir. Buni boya 50 million so'm so'rab turuvdi, adashmasam egalari. Bu jiyam ushlab turibdi, aytgani yo'q. Xo'p, demak yana yuramiz. Qaysi tomondan o'tib olsak, o'tib ketamiz. Syomkalar davom ettiramiz. Qani buni? Zo'rmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? O'sha chiroqchini ham oldik. Bu akalarimiz tirikchilik, ya'ni olib sotar deydi-yu o'zbek tilida. Sizlar tirikchilikda to'g'rimi? To'g'ri sotamiz aka bozor. To'g'ri, ba? Bu sizdan. Bizdan. Birinchi tug'ish. Mana shu ko'rib turgan sigirimiz birinchi tug'ish ekan. Mana bu bolasi. Bolasi xonojin. Xonojin ekan. Qiz bola bolasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ba'zi bir kommentariyada ikkovi bizdan. Oqmi? Ha. Qorachi. Bu ko'k, bu qizil. Narxini aytamiz, sutini aytamiz, bo'ylar baland. 10 ta suti bor, buni 8 ta suti bor. Yo'q, shu sigirlar 10 ta beradimi? Mana shu sigirlar 10 ta sut beradi. Mana shu sigirimizning 10 ta suti bor ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Keyingisi. Bu-chi? Birinchi bolasi buni. Buni birinchi bolasi. Mana bu. 26 milliondan deyapti. Bu ko'kski bu, ha? Mana bu bolasi. Bu ko'k nech pul? 26 milliondan kami bor. Bu 26, bu 21, ha? 26 ikoyim, 26. Ha, ikoyim 26. Kelishuramiz, kami bor. Kelishuramiz. Yaxshi. Hozirchi ikalasizmi, yana bor? Ikalasi hozircha. Yana bor-ku, yo'qmi? Uyda bor aka. Ha, uyda bor. Telefon nomer qoldiramizmi? 93lik 422 38 Mana shu sigir olamiz deydiganlar bo'lsa, ko'ngillilar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaversin. Yaxshi. Sizdagi nech pul ekan? Kulyapti. Qani egasi? Hayla degani, ya'ni arkada turibdi egasi degani. Qani kim egasi? Kim? Mana uchalasida qaysi? Mana ikkalasida aka. Ha, mana bu yerda ekan, buzoqcha. Mana suqat xonasi shu chopon bilan o'rab qo'ydi. 3 kunlik buzoq. 3 kunlik ekan. Tak kattasini arzon qilamiz. Nechinchi tug'ishi, nechinchi tish, necha yosh, qancha sut beradi? 3 tuqqan aka. 3 ta suti bor. 10 ta suti. Mana bu, kichkincha. 3 kunlik bo'lasiz. 3 kunlik ekan, hali aziz do'stlar. Xo'p, 3 kunlik narxi 40 million. Bu 40 million. Kelishtirib beramiz. Keyingisi bu 35. Bu 35. Buni qancha suti bor? 10 ta. 10 ta. Bolasi mana bu? Bolasi ho'kiz ekan. Bu kichkina ham katta bitamiz. Kichkina ham katta. Bu qancha deyapsiz? 35 deyapman. Kelishtirib beramiz. 35. Nechinchi bolasi bu? 3 bu ham 3. Mana shu sigirlarimiz. Bu 35, bu 40. Bu 40. 40 million so'm kam bor-da, to'g'rimi? Bozor nech pul qildi?
Bozorda 255 million so'rayapti. Bir joy. Bir joy. Bermadingiz. Yo'q. Kam bo'ladi. Kam bo'ladi. Keltirib beramiz. Kelishtirib so'rasa, keltirib beramiz. Ulxonburo deb yozamiz, YouTube'ga kirib yozaveramiz. O'zi tushdi bu yigit. Chotga tushdi. Mana oldidan ko'rinishlari, mana sigitlari 55 million so'm o'sha ikkalasini qilib bir joyga bermoqda. Kami bor deyapti. Endi xullas bozor kelasizlar, sigir olamiz deydilar bo'lsa, telefon nomerim qoldirdik. Xo'p. Xayri ibodatli mollarda 3 metrni chiqarib o'zi bolam Xitoyga. Ha. Mana shu bolam mollar. Bexazil aytaymi? Yo'q. Sozdan mana. O'sha mashhur internet Xayrullo Abdullayev akamizni rayonidan. Atabekni gapirmaymiz. O'zi xayriy deydi, bodurlar bo'lib ketdi. Shu akani qishlog'idan. Shu qishloq hamsi ham bo'laman. Ana shu aka uchun ham bitta like bosib qo'yamiz. Hozir internetda ijtimoiy tarmoqda rosa mashhur bo'ldi. O'sha akani rayonidan Shunday. ham qishloqlari giroy. Keyingi sigirimiz nech bo'lar ekan bu? Nechinchi tug'ishi? 3-urg'ochimi deymi bola? Bola urg'ochi 3-tug'ishi deyapti. Qancha suti bor? 8 ta. Yashang. Jaydari o'zimizning o'zbekona sigirlardan. Sutlar oqib turibdi mana ko'rib turganlaringni ko'rishlaring mumkin mana. Mana shu sigirimiz 35 million. Bo'chi keyingisi. Sigir degasiz kim ekan? Sizmi sodir etgan bo'la? Nech bo'l bundan? Xo'p, mana shunaqa negasi ham bo'laveradi. Qiyin narsa emas-ku, 50 million yo 10 million deyish problema emas. Aytib qo'ysanglar. Mayli, hech kimsa o'tib ketay bo'lmasa. Mayli o'zi biladi. Ash qora sigir nech bo'lar ekan? Egasi. Ha, opasniga. Bo'ldi, egasi shu. Demak, so'rayapti hojat. Bo'ldi. Aytish qiyin ko'p turganlaringni mana ba'zi birovlar narxini aytish qiynaladi. Nech bo'lar ekan? 30 million nechinchi tug'ishi? Ikkinchi bolasi urg'ochimi deymi? 30 million dedingiz-a? 30 million so'm kami. Bu sigir nech bo'lar ekan? Sizdan? Egasi kim? Buyoqmi? Savdo bo'lyaptimi? Yo'q, yaqin savdo bo'lyapti. Qancha bo'lyapti savdo? 28 bo'lyapti. Sizlar nech bo'lyapti? Ulxonburo kanali YouTube'ga kirib yozasiz. Nima deysiz? 8 Sizlar 28. Nech pulga savdo bo'lyapti? Har xil so'rayapti. Yashang. Bolasi qani? Bolasi 2 kishi bo'ladi. 2 kilo o'lcha. Ko'rinmayapti-ku. Shu odamlar-chi-da. Damasmi? Xullas bolasi naryoqda ekan, ko'rsatilmadik. Bu sigirimiz nech bo'lar ekan? 38 million mana bunisi. Mana bu yoqda ham ikkita bor ekan. Aka sizniki nech bo'lar ekan horming sigirlaringiz? 25 dan deyapman. 25 dan mi? Bolalar bo'ladi. Mana bolachalar. Urg'och ho'kiz. Narxini ko'kka bir g'ach. Bu urg'och, ha. Bozor nech pul qilyapti? 20 million 21 million so'rayapti. Buni 20 uni 20 so'radi. Hali kam bo'ladi. Shunday. Yaxshi, yashang. 20 ga 21 million so'rabdi bozor. Yuramiz. Ko'ramiz. Narxini aytamizmi sigir? Hormaydi. Ha, egasi yo'q. Siz aytasiz. Nech bo'lak? 30 million. Bolasi qaysi? Akani oltang. Siz videoga tushganingiz yo'q. Qo'rqmang, siz videoga olishgan yo'q. Uyalayapti, videoga olishga, videoga tushishga qarshilik qiladi. Nechinchi bolasi? 3 bolasi. Qancha sut beradi? 5 tadan 10 ta sut beradi. 5 tadan 10 sut beradi. Qayar mol? Zo'r yangi ketdi. Bozor yangi kelibdi mol. Yashang. Bozor nech pul qildi? 23 million qilyapti. Bozor 23 bilan al kam bo'ladi, ha? Yashang, savdolar bersin. 23 million. Aka sigir nech pul ekan? Bozor nech pul qildi? 22 18 so'radi. Bolasi urg'ochmi deymi? Bolasi urg'och. Ko'rib turganlaringni bozor o'jida like, kanalga obuna bo'lish isdan chiqmasin. Qani? Bu sigirda adashmasam so'radi. Uzoqchaning nasi bumi? Bu qaysi? Buniki. Narxini aytamizmi? Nech pul ekan? 25 ta. Ikkalasi 25 ta, ha? Qancha suti bor bular? 6 litr. Bolasidan tashqari. Nima deysiz? Erta kechga 6 litr. Jaydar sigirlar. Bu ham sizlardan, ha? Bu ham 25, bu ham 20. Bozor nech pul so'radi? 21 dan deyapti, yo'q dedingiz. Xolos, kam bo'ladi. Bozoringlar bersin, charchamang. Aka siznikichi?
Bolasi var bu. Birinchi tug'ishi yosh sigir ekan-da. Siz nech pul so'rayapsiz? 25 deyapmiz. Qancha suti bor endi? Erta kech 6 ta suti bor. Yashang gapi. Keyingisi. Qorasi nech pul ekan? 22 bering. 22 so'rayapsizmi? 20 million qilyapti. 20 million qilyapti. Birinchi tug'ishimi? Birinchi tug'ishi. Qancha suti bor erta kech? Shu daylar sigirlar erta kech 2,5-3 litrdan 6 ta sut beradi. Bolalari bu, ha? Buni onasi qaysi? Yo'q. Qizilniki bu. Qizil buzoqniki bu. Men bu olib bu qora. Rahmat chatchini. Hali bir kun savdo bo'lyapti. Biz davom etamiz. Buni onasi qaysi? Ola. Nech pul ekan? Onasi 28. birinchi tug'ishmi? Birinchi tug'ish sigirlar ko'p ekan. 28. Bozor nech pul? 24 so'rayapti. Savdolar bersin. Bozor 21. Bu-chi? Bu kichkinachi. Kichkina 22 deyapmiz. Bu 22 mi? Bolasi qaysi? Ha, bu. Mana bu sigirniki bolasi bu ekan. Urg'ochmi deyman bolasi? Ya ho'kizcha? Mana 28 ekan. Ha, bu 28 ekan. Hozir aytdik. Bozordamiz mana. Bu 28 kam bor ekan. Bu sigirlar o'zi ich pul ekan agar sir bo'lmasa. Aka narxini aytasizmi sigir? Narxi 23 million ekan. Narxi 23 million. Eti yaxshi ekan. Bolasi erkak a. Mana bunachi. Buzoqchasi 23 million kam bor. Bunisi-chi? Bunisi ham 23. Qorasi-chi? Erkak uni. Bumi bolasi? Bolasi bu. Bu qoraniki bu. Bu nech pul? 26 million ekan. Davom etamiz aziz do'stlar. Like, kanalga obuna bo'lish, islam chiqmasin. O'tib olsak. Bu yerda ham akalar ishlab o'tiribdi. Aytamizmi narxini? 23 so'rayapti. Bolasi shu. Bolasi. Birinchi tug'ishmi? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Qancha suti bor endi ertaga? 8 suti bor. Sutkalar katta-katta ekan, 8 litr suti bor ekan bu sigirimiz. Nech pul so'rayapsiz, tog'a? 23 dedingizmi? Ha, 23 ga bermayapti. O'zi nech pul so'rayapsiz? 26. 26 so'rayapti ekan, 23 ga berildi. Like bosamiz. Kanalga obuna bo'lamiz aziz do'stlar. Biz davom etamiz. Mana bu tomonlarda ham sigirlar bor ekan, kichkinalari ko'p ekanda. Kimdan ekan bu? Ishlab turganlar narxini aytadimi ekan? Hormaylar. Narxini aytasizlarmi? Birinchi tug'ishmi? Qancha suti bor? 7 ta 8 ta. Bolasi urg'ochimi, ho'kizcha? Ho'kizcha. Mana, bolasi ho'kizcha ekan. Bu keyingisi. Bu savdo bo'ldimi? Hormaylar. Olindi. Qancha olindi sir bo'lmasa? 9 million 700. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Like bosamiz. 19 million 700 mingga baraka bo'lsin. Baraka toping. Xo'p, shu bilan sigirlar bilan bo'lgan videolarni tugatamiz aziz do'stlar. Keyingi videolarga o'tamiz degan joyimizga. Birinchi tug'ish, ha? Suskalar katta-katta. Birinchi tug'ishga o'xshamaydi-ku. Bolasi ho'kizchami? Bunachi. Hech bir ho'kizdan ziyod buzoq. Buni qarang. dahshat ekan. Yaxshilab bor. Bolasi zo'r ekan. Mana ko'rishlaring mumkin. Bolachasi. Hozir 26,5 so'rayapti. 26. O'zinglar nech pul deyapsiz? O'zlar deyapti. bozor 26,5 qilyapti ekan, o'zimiz 30 million so'm suribdi ekan, bozor 26 qilibdi. Bermadilaring-a? Qayermi mol? Kamera bilan. Qayerda mol? G'uzor. Sotdim mol aka. Esin yo'q. Xohlaganda telefon nomerini aytavering. Bo'ldi, nomer aytsangiz reklama ham qo'yaveramiz. Ayting. 91lik 91lik 635 635 7109. 7109. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Davom bor ekan. Shu bilan videoni yakuni yasab, katta mollarga o'tamiz, ya'ni ho'kizlarga, ko'chat boqalarga o'tamiz. Sog' bo'ling.